Maktabda shunaqa qiz bola sinfdoshliklar bo'lganmi? Hali bolalar ichida bittasi qizlarga qo'shilib voleybol o'ynasa, u qiz bolalarga hech yo'q varatabon bo'lib beraman deb futbol o'ynashni boshlab qoladi. Xuddi hali qiz sinfga tekshiruv kirsa, bang'illari bormi, telefon bormi, so'mkasiga bekitib berib turadi-yu, mabodo topib qolsa ham ukamniki deb o'raradi-yu. Hali chiqqan narsalarni ko'rib ukasini birakkan yer deb o'ylaydi odamlar. Maktabdagi ishkallarni eslasam bitta narsa esimga keladi. Bir kun ishkal bo'ldi. Endi orqasidan istis to'ladi kim boshlaganini. Sinfga kiradi-da so'raydi. Kim qildi deydi. Hech kim tan olmaydi halijada. Hech kim birovni sotmaydi. Men vaqti Mahatma Gandhi ahvolimni jinnini yap. O'qigan bo'lsa tan olish to'g'risi bolalar bekor qilishibsan, insof yo'q, ishini qilishibsan deb turaveramanda, u yomon aktyorskiy kuchli. Haligi ayaz aytadi-yu, men aka urmayman dedi, domlalarda ham bor dasi gap, kim tan olsa urmayman dedi. Bitta umuman hali ishkalga aloqasi yo'q, vatan tuyg'usi, patriotoshdan men qildim deb turibdi-yu. Urmadi akalar, haqiqatda u odam unaqa kalta yemaydi-da, to'g'risi ishoninglar.